Assalomu alaykum aziz muxlislar. Xalqimizda shunday bir ajoyib naql bor. Inson qo'li gul derlar. Inson o'zini mehnati bilan, matonati bilan mana shunday ajoyib go'zalliklarni yaratishga qodir. Mana shunday ajoyib mirishkor dehqon bobolarimizdan biri, mana qishlog'imizda asl dehqoni, mirishkor dehqon To'ychiyev Akbar akamiz o'zini mehnati bilan, matonati bilan mana shunday qirday cho'lda mana shunday bog'-rog'larni yaratib, soya saqillarni yaratib, ajoyib bir go'zallik yaratib, shu mustaqil O'zbekistonimizda sof va musaffo havosiga, ekologiyasiga yaxshi bir o'zini hissasini qo'shmoqda. Azizlar, bir naql bor, yaxshidan bog' qoladi degan. Insondan albatta yaxshiliklar, ezguliklar, mana shunday chiroyli bog'-rog'lar qoladi biz insonlardan. Bizlar erta o'tib ketganimizdan keyin avlodlar eslashib, mana shuni mevalardan yeb, bizlarni duo qiladi. Inson o'tgandan keyin ham ancha yillar shuni ortidan savobi yetib borib nomay amon to'ldirib turayotgan narsa mana shu o'zidan keyingi qoldirgan bog'i, mana shu hop yetadi. Assalomu alaykum. Hormang dehqon bobo. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana shunday go'zal mana bog'larni yaratibsiz, go'zallik yaratibsiz. Buni albatta o'zi bo'lmagan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana ukasi mana Mahmud Rajab To'ychiyev akamiz. Ikkalasi kelib mana soya salqinda aka-uka suhbatlashib, dardlashib. Mana yerda xursand bo'lib bog'da har xil mevalar bor. Mana zaldorlar, olmalar. Ajoyib. Hammasi go'zal. Ham chiroyli. Suratlar. Mana bu yerlarda yana o'z qo'lim bilan tokzor yaratib, Cho'li biyobonda. bu tokzorlar hosilga kirdimi? Kirdi. Hammo, yaxshi. Rahmat. Bulta bir xalta oldik. Mana. Arzilar ko'rib turganingizdek, mana bu haydoqqir. Bu yerda o'zi bo'lmaydi. Bu yerdan necha metrdan suv olib kelyapsiz? Ben 1 kilometr 200 metrdan. Ma. 1 kilometr 200 metr suv olib keldim. Salkam 1 kilometr 200 metrdan suv olib kelib, o'zi mehnat qilib, mashaqqat qilib, bu bog'lar yaratguncha ancha qiynalgan, ancha mehnat qilgan. Boshda bu nasosdan suv chiqmaydi, o'zingiz qo'lingiz bilan mana bu daraxtlarni ko'rib turganingizdek, o'zini qo'lim bilan suv oldi. Ayvaga otib, suvni soldimda, plashlarga, bakalashga soldim daraxtlar tagiga. O'pida bog' yo'q edi. Keyin bog'ni qildim. Bog'ni qilgandan keyin bir tabbot issiq shamol kelib, bog'ni qo'zib ketaverdi. Uni jiydani ekdim. Jiydani ekdim, qarshi va tabbot qaytagan jiyda. Jiyda suvsizlikka chidamli ekan bu ekan. Har vaqtda bodamlar bor bular. Bular bodamlar bular. Akbar bobomizni qilgan bu mehnatlari
albatta tahsinga loyiq. Biz yoshlarga albatta ibrat bo'lgusi. Bizlar ham mana shu xalqimizni zahmatkash, mana shunday mehnatkash insonlardan ibrat olib, mana shunday bog'roqlar yaratib, elimizni bo'ston qilib, yurtimizni tabiatini gullab yashnashiga o'zimizni mana shunday ulkan hissalarimizni qo'shmoqligimiz lozim. Bunday chiroyli mehnati uchun dehqon bog'imizga albatta o'zimizni tashakkurlarimizni bildiramiz. Rahmat, rahmat. Doimo sog' bo'ling. Mana shu mehnatlaringizni rohatini ko'rib, Rahmat, rahmat. o'ynab kulib yuravering. Rahmat.